Ishlashi yaxshimi? Yaxshi. Xizmatlardan ham qoniqdingizmi? Buxgalteriya xizmatiga kelganmiz. Yondagi kompyuterlarni, ya'ni disklarni mana shunaqa qilib chiqarib, printerlarga ulab, bunaqa beruvdi. Virus tushirib qo'yishibdi. Unga qilib berganimizga ham 1 yilda o'tib qoldi mana. Bunaqa virus bor. Buni sistemasini yangilab, antivirus o'rnatib, yangi bazani o'rnatib tozalab beramiz. Birinchi ekrandagi narsalarni olib qo'yamiz, uchib ketmasligi uchun. Buning uchun X-ray diskga kiramiz. Bo'ldi. Shu. Mana рабочий stol bo'ladi. Mana dokumentlar saqlangan. Mana загрузка fayl. Mana shu uchovisini olib qo'yamiz. Рабочий stol. Mana kattaroq qilamiz. Disk o'tib alohida papka ochamiz. 2025 shega chaplaymiz. Esa diskida ham tekshirib kerakli narsalar bor ekan mana. Bu salon ключи. Buni ham tekshirib qo'yaymi, hammasi o'tdimi? O'tdi. Hop, ishimiz tugadi. Bir tekshirib olsalar bo'ldi, bir tekshirib oling ekan. Ishlashi yaxshimi? Yaxshi. Xizmatlardan ham qoniqdingizmi? Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, telefon qilaverasizlar bemalol aloqaga chiqib. Bemalol borib, vizitlarga borib ishinglarni bitkazaveramiz.